Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, charchamayapsizlarmi? Bardam boqyapmizlar. Bizning navbatdagi ishimiz Maksim Gorkida joylashgan xususiy bog'chaga, xudo xolasa, plashatkasiga kompozitsiya tuzib bergandi. Shu kompozitsiyamiz tasdiqdan o'tgandi. Bu yerda xudo xolasa hayvonlar, zooparkka o'xshagan mayda hayvonlar, kemiruvchilar, quyonlar bo'ladi. O'shaning atrofiga shunaqa rasm chizyapmiz. Ko'ringlar, ishlarimiz o'ta go'zal bo'lmoqda. Xudo xolasa ozgina ishlari bor. Kakadular o'ta go'zal holatda. Tepadan nur tushib turganini ko'rsatganmiz. Oqlar o'sha nur bilik deyiladi. Hali bitmadi ishlarimiz. Xudo xolasa barglari o'ta maydalab ishlanmoqda. Pantera o'ta go'zal chiqdi. Xudo xolasa buni ham turli ishlari bor, ozgina maydalab ishlayapmiz. Bizga bular sifat talab qilyapti va biz sifatni xudo xolasa chotki sifat qilib beramiz. Ishimiz o'ta go'zal. Bahor mahoratimizni shu yerda foydalanmoqdamiz va o'zimiz ham qo'limiz ancha kelib qoldi. Xudoga shukr, bundan ham yaxshi ishlaymiz. Bundan ham yaxshi ishlaymiz xudo xolasa. Bu yerda yo'lbars maydalab ishlangancha ranglari joyiga qo'yib. Bu yerda asosiy kirish qismi fil to'dasi ketmoqda. Tepada ham ishlari bor. Inshaalloh o'ta go'zal bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Azar jamoasi har doim oldinda. Ozgina mehnatimiz, qo'ldan kelgancha qilmoqdamiz. Like bosinglar, komment yozinglar. Ulug' tashinglar, jigarlar hamma joyda. Bizga nima deydi? Ilhom baxsh etadi sizlar likinglar.